Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin obunachilarimiz. Bugungi xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida bo'pti. Sergeli hokimiyatidan shunda ozgina bir 500 metr ichkari kirganda bo'pti. Umumiy yer maydoni 1.7 sotiga qadr rostlagan mana shu fazli yangi qurilgan xonadonimizni bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Bu xonadonimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosi yo'q bo'lgan joylar kamida ro'za-oyi Ramazon oyida xuddi shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar bitta videoni boshidan layklarni qizartirib qo'yinglar. Kirishimiz bilan ko'ryapsizlar, xonadonimizga bemalol bitta mashinalar qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Binoimiz umumiy kvadraturasi keladigan bo'lsa 210 kvadrat tashkil qilyapti. Birinchi qavat, ikkinchi qavat va selli katta yerto'la qilingan. Xo'p, kirishimiz bilan zeleniy zonamiz ko'rib turibsizlar. Chiroyli landshaftli dizaynda zeleniy zonalar qilib qo'yishgan ekan. Ayron uchun mo'ljallangan letniy kuxnyamiz shu burchakka joylashtirib yuborilgan ekan. O'zini tashqarida alohida hojatxonalari ham bor. Yerlarni ko'ryapsizlar, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Glavni shu eshigimiz orqali ichkariga kiramiz. Chap qo'ldan boshlay qolamiz. Oshxonamiz bo'pti. Fartuklarni chiroyli qilib qo'yishgan, panoramlik katta oynalar ham qo'yib ketishgan. Sizlar kelguninglarcha ozgina kamchiliklari bor ekan, ularni hammasini bartaraf qilib beraman deyaptilar. Xo'p. Ikkinchi xonamiz mehmonlar ketadigan zalimiz bo'pti. Chiroyli, yorqin, ko'zga charchatmaydigan bo'ylardan foydalanishgan ekan. Qaranglar, oynalari katta, xonadonimiz umumiy radiator orqali isiydi. Va keyingi xonamiz, keyingi ota-onam uchun mo'ljallangan spalniyamiz bo'pti. Spalniyamizni qaranglar, ko'zga yoqadigan yorqin bo'ylardan foydalanishgan va mana bu joyimizga tashqariga orqaga havo aylanib turish uchun kichkina bo'lsa ham eshik ham qo'yib ketishgan ekan. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonamiz. Sanuzelimiz bo'pti. Qanaqa chiqqan kommentariyada o'zingizlar 1 dan 10 gacha baho berib ketaverasizlar. Endi zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Hol kutib oladi, tashqari qaragan oynalarimiz bor, kattagina. Xo'p. Bu xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, sizlarga oldindan narxini aytib ketaman, bilasizlar-ku. Bu xonadonimiz narxini 168.900 dollar deyaptilar. Ozgina kelishtiriladigan joyi bor. Sizlar kelguninglarcha ozgina kamchiliklar bor ekan, shunisini bartaraf qilib beraman deyaptilar. Hozir ustalarimiz ishlayapti. Tashqari qaragan oynalar bor. Bu yana bitta spalniyamiz bor. Ozgina ishlari qolib ketgan deyaptilar. Hop, ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan keyingi xonamiz bo'pti. Bu ota-onam uchun mo'ljallangan spalniyamiz bo'pti. Katta oynamiz bo'pti, tashqari qaragan o'zini alohida sanuzellari ham bor bu xonamizda. Qaranglar, chiroyli, akkuratlik qilib qo'yishgan ekan. Bu xonadonimiz narxiga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. Pastda har doimgidek egalarni ko'ra aloqaga chiqaverasizlar. Bu oxirgi xonamiz bo'pti, oxirgi spalniyamiz. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan. Xo'p, ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan umumiy sanuzelimizni ko'rsanglar bo'ladi. Xonadonimiz agar kimga yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, biz bilan chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Sizlarga eslatib o'tib ketdim, Toshkent shahar Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida joylashgan ushbu xonadonimiz narxi 168.900 dollar.